bizada responsive degan narsa bor. Responsive. Xo'p, responsive nima narsa? Responsive degani bolalar bizlar veb-sayt yasaymiz. Bizlar har bittamiz veb-sayt yozamiz, veb-sayt tuzamiz. O'sha veb-saytlarimiz mobillarga, telefonlarga, to'g'rimi? Telefonlarimizga, planshetlarimizga mos kelib turadi. O'sha narsa responsive deyiladi. Har bitta o'sha dasturchilar har bitta veb-sayt yasayotgan vaqtda o'sha saytni responsivini qilib ketadi. Biz ham dasturchi sifatida sayt yasayotgan vaqtimiz saytni responsive holatda qilishimiz kerak. Bu nima degani? Bu degani, misol uchun saytga kiramiz. Xo'p, uzun market sayti kiraylik. Uzun market bo'lishi mumkin, kunduz bo'lishi mumkin. O'sha saytga kirgan vaqtimizda bizda o'sha saytlarimizni telefonda ochiladi, to'g'rimi? Ko'rganmisiz? O'sha mana bu saytlarimiz telefonda ham ochiladi, kompyuterda ham ochiladi, bilasizmi? O'sha narsa uchun moslashtirib chiqilgan bo'ladi aslida. Moslashtirib chiqish kerak ikkalasini. Biz ham telefonga albatta har bitta veb-saytlar, platformalar telefonga ham, bularga ham moslash uchun ishlab chiqilgan. Telefonga moslashtirish uchun mana tepada telefon narsalari bor. Responsive bo'lmasa telefonga chiqmaydi. Faqat kompyuterda ochiladi. Saytlar agar responsive bo'lmasa telefonda ochilmaydi. Faqatgina kompyuterda ochiladi. Qotib qoldi sayt. Internet ishlamayapti. Rekord aytini ko'rinmaydi endi. Bizga xos ko'radigan kofe maketimizni ham sizlar e'tibor bergan bo'lsalar, ikkita varianti bor. Tepada desktop varianti bor, tablet varianti bor va mobil varianti bor. O'sha saytda birinchisi desktop varianti, mana bu. Ikkinchisi table varianti, uchinchisi mobil varianti. Bu nima degani? Bu degani o'sha Coffee Market veb-saytini kompyuterda ochilish versiyasi bor va planshetda. Planshet bilamiz, planshet. Planshetda ochilish narsa bor, holatlari bor. Keyin mana bu mobil, telefonda ochilish holatlari bor. Har bitta veb-sayt telefonda, mobilda, kompyuterda yaxshi ochilishi kerak. O'shaning uchun biz har bittasi uchun veb-saytimizni moslashtirib chiqamiz. Bu ozgina qiyinroq, tushunarsiz bo'lishi mumkin, qiyin bo'lishi mumkin. Tushunib olsak, bu narsa обязательно kerak bo'ladi bizga. Обязательно kerak. Saytga kirmayapti shu sayt. OLX. OLXga kirdi. Endi OLXni ko'ramiz. Mana bu yerda F12 ni bosib, sizlar bunga bossanglar mobil versiyasiga o'tkazib beradi brauzerda. Ko'rasizlar keyin mana bunga qisqartirib. Bu mobil versiyasi qilinmaganmi? OLXni mobil versiyasi qilinmabdi. Qanday sayt bor bizda? Olchoz sayt. Olchoz sayti kirdi. Mana o'zimizning boyaga Rekord IT deb o'zining mobil versiyasi bor. Qarang mana. Bundan
Men kompyuterni mobil versiyasiga o'tkazaman. Hozir yaxshi ishga tushyapsiz mana. Telefonda ochilyapti, to'g'rimi? Telefonda kichkina versiyada. U tiqilib qoldi. Unda tiqilmaydi. Mana ochilyapti ishlar. Pastda har xil narsalar chiqyapti, to'g'rimi? Saytni agar mobil versiyasi bo'lsa, sayt buzilmaydi. Agar saytni mobil qismi qilinmagan bo'lsa, sayt buziladi. Buzilish deganda, misol bo'la Kunuz sayti bor, Kunuz saytiga kiraman. Kunuz saytini mobil veb-sayt mobil nimagasi qilinmagan. Sayt buzilib ketadi, hozir ko'rsangiz. Shunday buzilib ketadi. Hozir buzilmayapti ham, to'g'rimi? Chiroyli chiqib turibdi ular. Pastdagilar tugmachalari ham bor buni bosadi, buni bosadi. Endi buni mobilga o'tkazaman. Shu mana bular buzilyapti. Chunki hech qanaqa anaqa qilinmagan. Foto qismi qarang, buni endi ko'rinmayapti ham. Ochilmayapti ham. Qarang qanday o'tyapti. O'zi buzilib ketdi sayt. Buzilmadi bu. Shuning uchun biza har bitta veb-saytimizni mobil versiyasini qilishimiz kerak. Mobil versiyasi, chunki siz ertaga bitta veb-sayt qilib beraman desangiz, uni sizdan so'raydi mobil versiyasini. Uzun market saytini ham qarang, birdaniga mobilga o'tkazyapti. Buni ham mobil versiyasi bor. Ko'rdingizmi? Mobil versiyasi bor, telefon versiyasi bor. Xo'p, endi biz ham xuddi shunaqa veb-saytimizni mobil versiyasini qilishimiz kerak. Обязательно. U mobil versiyasi uchun alohida CSS yoziladi. Alohida kod yoziladi uning uchun. Tushundingizmi? Yo'q. HTML bitta bo'ladi, faqat CSS kod bor-ku, o'sha mobilga o'zgartiriladi. Faqat CSS kod o'zgaradi. Ya'ni, nima demoqchiman? Misol bizda hozir sizlarda Coffee Market sayti bor, uni qilganmiz, ko'p bo'ladi. Tashlab berdi ham menga hozir. Birinchi oyda mana Coffee Market Position Pixel qilganmiz, ko'p sayt qilganmiz. Pixel ham bor, Coffee Market ham bor, farqi yo'q. Coffee Market hozir ochaman. Ochib ko'radigan bo'lsak, Coffee Market bor, to'g'rimi? 100% holatda chiroyli chiqib turibdi. Lekin buni mobil versiyasi yo'q. Bular qarang, buzilib ketdi ana. Yozuvlar qarang, buzilib ketdi. Saytimiz buzilib ketdi ana. Chunki bu mobilda telefonda ochib bo'lmaydi bu narsani. Xo'p, Islombek nonlari degan bitta veb-sayt qilyapmiz. Veb-sayt bu bitta mobil приложение, mobil dastur o'zimiz. O'shani mobil versiyasi bor bunda. Bu mana kompyuterda ochilyapti, to'g'rimi? O'shani telefonga bosmayman. Mana bu yerda o'zini Chrome extensioni bor. O'sha extension telefonlarga mana har xil mobil telefonlar bor. Shu telefonlarga moslab beradi.
Telefonda qanaqa ko'rinadi, telefondan yozib ko'rinadi. Hop, endi biz nima qilishimiz kerak? Mana shu saytlarimizni tablet versiyasini, mobil versiyasini qilishimiz kerak. Hop, uning uchun biza birinchi kompyuter versiyasini qilamiz. Ya'ni hozir bizda qanaqa bo'ladi? Biz kod yozayotgan vaqtimizda ham mobil qismini, ham desktop qismini birdaniga qilib ketishimiz kerak. Zapis ketyapti, to'g'rimi? Ochib oldik. Mana bu shartimiz mumkin. Endi tushundingiz hozir responsive degani. Responsive adaptive degani shunaqa deb ataladi. Responsive deydi, adaptive deydi. O'sha narsa veb-saytni mobilga, planshetlarga moslashtirish degan. Tushundingizmi? Umumiy dasturlashda responsive degan narsa veb-saytlarni telefonlarga va planshetlarga moslashtirish degan. Tushundingizmi? Har bitta veb-sayt telefonlarga moslashib chiqish kerak. Chunki siz veb-sayt qilib bergandan keyin u inson veb-saytni xohlasa kompyuterda ochadi, xohlasa telefonda ochadi, to'g'rimi? U o'zini xohishi, siz qilib berasiz uni. Shuning uchun siz uni o'ylashingiz kerak. Ham telefoniga, ham kompyuterga ochiladigan qilib berishingiz kerak. Endi o'sha narsani biz qanday qilamiz? Biz birinchi navbatda buni oddiygina o'sha oddiy tepa qismidan kompyuter versiyasidan boshlaymiz. Kompyuter versiyasini qilamiz, keyin mobil qismini qilamiz. Xo'p, Coffee Marketni home qismini qilamiz. Bilamiz buni. Container header qaysi? Birinchi kompyuter versiyasi bo'ladi, keyin mobil bo'ladi. U o'z-o'zi bilan mobil bo'lib ketmaydi. Birinchi kompyuter, keyin mobil, keyin bu. Tushundingizmi? Ketma-ket bo'ladi shunaqa. Shuni birinchi kompyuter qilmasak, birdan mobil o'tkaza olmaymiz, to'g'rimi? Birinchi ko'rib olishimiz kerak, keyin uni o'tkazamiz. Xo'p. Container yozdik, header yozib oldik, headerless bor, header item bor, mobil image bor. Imageda nima qismi bor? Shu Coffee Marketdagi rasmlar bor. Xo'p, buni bildinglar bolalar. Sizlar ham bilyapsizlar, tushunyapsizlar. Ko'rib ketsanglar bo'ladi bolalar kod yozishni. Qanaqa kod yozish kerak, qanaqa yozish kerak. Coffee Marketda qilib beryapman. Responsivlar bilan birgalikda. Sizlarga ham foydali bo'ladi bu narsa, sizlarga ham foydali. Mana bitta Coffee Market uchun bitta ochdim. Bitta rasm ochaman, images degan bitta papka ochaman. Papkani ichiga boyagi rasmni solaman. Har bitta qilayotgan ishimga e'tibor berib turingda. Nima ish qilyapman? Rasm nomini o'zgartiraman, logo deb. Ko'plar shu narsani qilmaydi. Rasm olib kelib qo'yib bo'ldi. Rasmning nomini o'zgartirish kerak, logo deb. Keyin bu yerga raqamni olib tashlash kerak. Imagesiga alohida rasmdagi papka ochish kerak. Sessiz bo'lish kerak. Keyin biz mana bunga nuqta sessiz imagesdan logoni olib kelamiz. Va width berishimiz kerak logoni. 236 ga height'i 26. Altga logo deb yozib qo'yamiz, logo. Umumiy saytlarda header qismi shu holatda bo'lishi kerak. Mana shu holatda kod yoziladi. Ko'rdingizmi? Har bittasida image bor, header bor, klasslari bor. Hammasini o'zining klassi bor. Mana bunga ham klass berib qo'ysalar bo'ladi. Header logo deb. Klass. Har bittasi klass yozib, chiroyli yozish kerak. Mana bu href qismiga bolalar agar bo'sh joy turgan bo'lsa, buni nima qilib qo'yardik? Reshotka qo'yib qo'yardik. Reshotka. Shu linkligini bildirib turadi. Shu link ekanligini bildirib turadi. Header. Xo'p, yozib oldik. Sasda yozamizmi, oddiy sessizmi? Sasda yozsalar yaxshiroq bo'ladi lekin. Qarang, mayli sessiz bosib turamiz. Sasda qilsak yaxshi bo'ladi. Xo'p. Header qismi to'g'rimi? Mana biz header qismini yasab oldik. Buni ochib olamiz. Kompyuterda mana header qismi bor. Header qismini endi hammamiz bilamiz. CSS ga o'tamiz. CSS kod berib boshlaymiz endi. Bolalar HTML esdan chiqmasin boshda. Ko'p bolalar esdan chiqib qolyapti. HTML scroll behavior smooth
ko'pincha overflow extendini berib qo'ysanglar bo'ladi bunga. Hop. Endi body bor bizda asosan. Margin 0, plus padding 0, box sizing, border box. Font family berilaman shuni. Font family sans serif hozircha boshlanishiga. Xo'p, endi nima bor? Konteyner bor. Konteyner bor. Max switch. Taxminan 1420 qilib qo'ying mayli. Margin 0, out to'g'rimi? 10 qilib qo'yamiz endi. Chunki mana bu 20 bo'ldi. 10 pikseldan 20 piksel degan. Xo'p, endi bizda shader qism bor. Headerga display flex, justify content, space between, line aytamiz, center. Margin top berib qo'ysalar bo'ladi tepadan, yopishib qolmaydi. Endi nima bor bizda? Header list bormi? Header listga display flex beramiz. Hop, undan oldin list style none va gap beramiz, to'g'rimi? 20 piksel bersa gap orasi ochildi, to'g'rimi? Gap bilan orasi ochildi. Listga beryapman. Har bitta qilib tekshirib qarab turing, bo'lmasa sizlar shu narsaga yozasizlar. Endi mana bu chiziqchani yo'q qilish uchun nima qilish kerak? Header linkmi? Header item link bo'lsa kerak adashmasam. Text decoration none. Chiziqchasi yo'q qoldi. Color black. Qora mana. Header qismi tayyor deyarli. Bitta tayyor bo'ldi. Mana shu kodlar yozsalar, mana shunaqa holatda bo'ladi. Ko'p bolalar mana shu oddiy narsani qilolmaydi. Umid aylasin. Abdulhamid tushunayapsa, saytimizning header qismi. Saytimizning header qismi taxminan shunday holatda bo'ladi. Home, about, contact, overtime. Ortiqchasi kerak emas mana bizga. 4 ta 5 ta bo'lib ketgan, bizga 4 ta bo'lsa mayli. O'zi 3 ta, mayli bizga 4 ta tursin mayli. 4 ta tam. Taxminan yozib ketyapmiz, bir xil bo'lish shartimiz. Taxminan yozib ketyapmiz. Shunday bo'ladi. Endi asosiy maqsad responsive o'rganish, to'g'rimi? Xo'p, endi bolalar. Buni обязательно mana bunga o'zini stilini berib ketasizlar. O'zini stili bor, o'zini stilini berasizlar bunga. Ortiqcha kodlarni olib tashlaysizlar. Ortiqcha kodlar kerak emas. Font familiyasi barliq ekan. Google Fontsdan birdaniga nima qilasizlar? Google Fonts olib kelib ulab qo'yilishi kerak tepaga. Barlovmi? Barlov ekan. Barlov, get font, get embed code. Kopiya qilamiz, HTMLga boramiz. Tepadan qo'yamiz. Qarasak, to'g'ri bo'lib qoldi endi. Bunda ozgina opacity ham bor ekan. Opacity beramiz 0.5. Qarasak, nima bo'ldi? Ozgina xiralashdi.
Ustiga bosgan nima bo'lishi kerak ekan? Saytga e'tibor bersanglar bolalar, nima deyapman bu yerga? Hech e'tibor bermaysizlar-da. Aytyapman bu yerda aytyapti. Sayt yashatgan vaqtda aytadi. Ustiga bosgan vaqtingda deyapti, usti qora bo'lishi kerak deyapti. O'zi mana bu yerda rangi o'zi rang bo'lib turibdi. Ustiga bosgan vaqtimizda usti qora bo'lishi kerak. To'g'rimi? Qanday qilamiz buni? Albatta, aktiv degan narsa bor bizda. Aktiv degan narsa bor. Qachon bu? Header item linkga ikki nuqta aktiv bo'lganda color'i mana bunaqa rang bo'lishi kerak ekan. Endi boramiz, ustiga bitta bosamiz. Header item link aktiv bo'lganda color shu holatda bo'lsin. Opacity berilyapti. Opacity'sini hop, mana o'zgaryaptimi? Yaqinlashtiraman bolalar, mana qaranglar. Ustiga bossam rang o'zgaryapti. Ustiga bosyapman. O'sha narsa aktiv deyiladi. Ustiga bosganda o'zgarish kerak. Ustiga bosyapman, o'zgaryapti mana. Shu narsaga e'tibor bermayapsiz, e'tibor berib ketish kerak hamma narsaga. Endi yozib oldik. Endi bo'ldi bolalar, bu hozir kompyuter versiyasi tayyor, header qismida. Endi responsivga o'tamiz. Asosiy qismga. Pastga tushamiz. Pastga qarasak, mana bu yerga nima deb yozib qo'yibdi? Tablet. Tablet degani planshetga moslash degani. Biza bu planshetda shunaqa ochilishi kerak ekan, to'g'rimi? Planshetlarda. Biza taxminan endi hozir bu narsani nima qilamiz? Planshetni moslashtiramiz. Planshet degani xuddi mana bunaqa degani, to'g'rimi? Taxminan planshetda shunaqa ochiladi. Kompyuter bilan. Hozircha planshetda ochilishda muammo yo'q, to'g'rimi? Yaxshi ochilyapti. Demak, hozir biza planshetda ochsak muammo bo'lmaydi. Kompyuterda emas, planshetda. Mana. Muammo yo'q planshetda. Endi buni o'zgartirmaymiz, turaversin. Planshetda ishlaydi. Lekin biza pastroqqa ham tushadigan bo'lsak, bu narsani nimasi bor? Endi nima deb qo'yibdi? Mobile. Mobile degan telefonda. Telefonda demak bizning veb-saytimiz mana bunaqa ochilishi kerak ekan bolalar. Tushundingizmi? Ha, mana bu narsa ochilishi kerak. Bunda nima bo'lar ekan? Bunda mana bu bizani chiziqlarimiz yo'q bo'lib ketar ekan, to'g'rimi? Mana bu narsalar yo'q bo'lib ketar ekandagi o'rniga nima keladi? O'rniga rasmdagi bu menu bar deydi. Buni menu bar keladi o'rniga. Ha. Buni o'rniga menu bar keladi. Ha? Bu rasmmi oddiygina? Rasm. Rasmmi? O'sha 3 ta chiziqcha rasm bu. Rasmni ustiga bosganda qanaqadir video chiqishi kerak chekada. Mana yoqqa o'tamizda aytadi, menyuni bosgan vaqtingizda 3 ta nuqta bosgan vaqt mana bunaqa chiqishi kerak telefonda. Yo'q. Telefonlarda veb-sayt ochsangiz shunaqa ochiladi-ku, telefonlarda. Telefonlarda veb-sayt qilgansiz, to'g'rimi? Tenix sayti bormi? Ishlatgan bo'lsa Tenix ishlatmagan. Hı?
boyagi joyiga, link joyiga bossangiz kiradigan shunaqa qilsa bo'ladi. Internet qotyapti, lekin hech kim internet qotyapti. Sabr dedi, sabr. Saidafzal, hop, har bitta veb-sayt kirgan vaqtingizda telefonda ochiladi, to'g'rimi? Telefonda ochilgan vaqtda telefonda u veb-sayt mana bunaqa ochilmaydi. U ochilishi bundoq ochiladi. Bunaqa menyu bar bo'ladi. Menyu bar ustiga bosganda ma'lumot chiqib keladi qanaqadir men telefonda. Telefonda katta bo'lib turmaydi. Telefonda kichkina bo'lib turadi. Shuning uchun u mobil versiya deyiladi. Internet VIP odam yo'qmi bizda? Telefonda mana qarang, bitta veb-saytga kirdim, to'g'rimi? Shu veb-saytda mobil versiyaga o'tkazaman. Mana yaqinlashib, buni mobil versiyasi bor ekan, ko'rdingizmi? Bu mobil versiyasi qilingan. Buzilmayapti. Endi mana bu yerda yana 3 ta boya chiqdi, ko'rdingizmi? 3 ta chiziqcha. Ustiga bitta bosaman, nima chiqdi ustidan? Menyu bar chiqib keldi, ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? Demak, bizda mana saytni uzoqlashtiraman. Boyagi menyu bar yo'qoladi. Uzoqlashtiraman. Mana menyu bar yo'qoldi. Bu o'rniga boyagilar chiqib keldi. Sayt yaqin yana telefon versiyaga moslashtirib boraveraman. Yo'qolib boraveradi hammasi. Keyin mana bu paydo bo'ladi. Bu o'sha boyagi narsalarni bu yoqda chiqaradi endi. Bunaqasi. Chunki telefonda unaqa katta ochilmaydi. Tushundingiz-a? Demak, mana shu bizlar mana shunaqa narsa qilishimiz kerak. Ustiga bosganda shunaqa narsa ochilishi kerak. Mana bu ham xuddi shu narsani ko'rsatyapti. Ustiga bosganingda bu narsa shunaqa ochiladi deyapti. Tushunyapsizmi? Men sizga tushuntiryapman boyadan beri. Tomog'im og'rib. Endi qarang, nima bo'lishi kerak ekan bizda? Biz mana bu yerga xuddi shu narsa qilish uchun media degan narsa bor, media. Yoniga J belgisi media only screen deb yozasiz. And Max Vizit 118 da bizga hozir kerak emas, bizga bu mana bu tablet versiyasi. Tablet. Xo'p, endi yana xuddi shunaqa qarab turing. Fikr chalg'itmaymiz. Media deymiz. Media only nima ekan? Only screen and Max Switch nechi? Bizda mobil versiya nechi deyiladi? Bizda hozir nechi deb buzilsa shuni yozishimiz kerak asl nomerni. Keling mana shu narsani biza 450 deb olamiz. Mobil versiyani. Yopamizdagi bo'ldi. Endi mana shu biza yozamiz. Bu mobil. Mobil qo'yamiz. Endi yozamiz mana bu yerga. Biza kod yozamiz, kod. Kodimiz qanday bo'ladi? Biz aytishimiz kerak. Xo'p, qachon bu nima bo'lib ketishi kerak bizda? Buzilyapti bizda. Yaqinlashtiramiz, uni buzilyapti, to'g'rimi? 530 da buzilyapti ekan. 450 qilamiz biz. Mana shu narsani 530 qilamiz. 530 da buzilyapti ekan saytimiz. Sayt buzilmasligi kerak, to'g'rimi? Buzildimi, to'g'rilib ketishimiz kerak bu narsani. Shuni yaqinlashtirib, demak bu yo'qolib qolishi kerak shu paytda. Biz nima qilamiz shu paytda? Header deymiz. Xo'p. Header bizga mana bu narsa header listmi? Header listni olamiz. Header list deymiz. Display number hosil. Va qaraymiz. 530 kelganda display number qolishi kerak. Yaqinlashtiramiz. Media
only screen and bu min ekan. MaxFit. Mana bunga noter yozib qo'ying. MaxFit 530 bo'lganda yo'qolishi kerak. Displayni header list to'g'ri yozib o'zi. Header list. Media only. Mana buni noto'g'ri yozgan ekanmiz. Mana bu yerda har bitta narsani to'g'ri yozing. Mana bu narsani to'g'ri yozmasangiz xato beradi. Hozir menda xato chiqishi uchun mana bu yerda noto'g'ri yozganman. Xohlasangiz mana buni olib tashlasangiz ham ishlayveradi. Media deb qo'ysangiz ham bo'ladi, media. Xohlasangiz yozsangiz ham bo'ladi. Media only screen and MaxFit 530 piksel bo'lganda header listimiz display nima qolsin. Mana 515 yo'q bo'ldimi mana? Uzoqlashtiraman paydo bo'ladi. 530 dan past bo'ldimi demak yo'qolib qoladi. Mana. Ko'rdingizmi? Yo'qolib qoldi mana. Endi nima paydo bo'lishiga o'rniga bu rasm. Endi biz bunday qilamiz. Pastdan biza bu narsani menu bar deydi yoki burger deydi. Header burger bo'ladi. Header burger bo'ladi. Ichida image bo'ladi. Bu menu burger bo'ladi. Bu menu bar. Menu. Peki mana bu header menu bo'lsin. Header menu, header burger. Boyagi rasm qaniki? Biz rasm olib kelmaganmi? Boyagi rasmni olamiz endi. Chunki bu rasmni icon ustiga saytlardan olib qilsanglar bo'ladi. Quvvatga olamiz. Mana shuni olamiz. SVG formatda. Mana oldik. Olib qo'yamiz va buni nomlarimizga menu. Endi boyagi rasmni olib qo'yamiz. Nuqta slash imagedan menu. O'zini width ham bor. So 20 bo'lib tursin, kattaroq bo'lib tursin ozgina. 20 deb qo'yaman. Bu menu. Mana menu chiqib keldi. Lekin menu bu yerda ham chiqib keldi. Kompyuter versiyada ham. Muammo paydo bo'ldi. Tushundingizmi? Yo'qotish. Ha, tushunyapsiz? Qarang, zo'r tushunyapti. Demak, bizda bu kompyuter versiyada nima bo'lishi kerak? Bu header menu nima bo'lib turishi kerak? Display nima bo'lib turishi kerak bu? Yo'qoldi. Kompyuter versiyada yo'q bo'lishi kerak. Va boyagi versiyada nima bo'lishi kerak? Mana bunda paydo bo'lishi kerak endi. Endi bu yoqqa kelamiz ekan. Header menu display nima bo'lishi kerak? Blok bo'lishi kerak. Display blok degani paydo qil degani. Mana menu chiqib keldi. Mana endi menu bor. Shuningizda bu header qismi. Header menu. Endi buni ustiga bosganda nima bo'lishi kerak? Menu ochilishi kerak. Buning uchun bizga JavaScript kerak. Buni hozir qilmaymiz, uni keyin qilamiz. Hozir qilamizmi? Uni JavaScript kerak, JavaScript yozish kerak. Kimga qiziq? Ikkishimi? Sizgami?
Demak, boya ko'rsatdim-a, bosganda ustiga chiqish kerak nimani menyu deb. Ustiga bosganda menyu ochilishi kerak. Bu qanaqa bo'ladi? Mayli. Bizga uchun JavaScript degan narsa kerak bo'ladi. Hop, script. Yoki script emas, biza shu narsani JS deb olamiz. JS degan narsa bo'ladi ichida. Script.js yoki main.js farqi yo'q. Fayl nomi JS. Nom JS. Tushundingizmi? JavaScript. JavaScriptni biz nima qilishimiz kerak? Hop, mana buni topib olishimiz kerak. ID berib menu bo'ladi. Keyin nima bo'lishi kerak? Ha? Uxlab qo'yamiz buni. Oxirida mana bu yerga script degan narsasi bor buni. Source'ga nuqta/. JavaScript. Keyin qarang. Bizda ustiga bosganda eski mana bu header paydo bo'lishi kerakmi yoki bo'lmasa boshqa yozish kerakmi degan narsa ham bor. Xohlasak biza yangi yana bitta boshqatdan biza menu degan narsa yozishimiz kerak. Menu degan narsa yozishimiz kerak. Menu degan narsa deb bo'lgan narsalar bo'ladi-da. Header menu header menu item class header menu link bo'ladi bu. Header menu link. Bularda ham xuddi shunaqa home tushundingiz-a? Men hozir o'shanda bosilganda paydo chiqishi yana bitta alohida yozyapman. Lekin aslida mana eskisini ham yozib qo'ysak bo'ladi, lekin agar eskisiga yozadigan bo'lsak, kodimiz biroz chalkashib ketadi, sizlar tushunmay qolasiz. Bunga alohida kod yozsak tushunarli bo'ladi. Menu yozaman alohida, yozib oldim buni. Kopiya qilaman ikkinchisini. About contact. Bo'ldi. Endi hozir bizga qarasak, bu paydo bo'lib qoldi, to'g'rimi? Bu naryoqda ham paydo bo'lib qoldi, eng qizig'i. Bu yoqda yo'q ekan. Nimaga bu yoqda paydo bo'lmadi? Chunki biz o'sha menyuni nima qildik? Header menyuga sizlar nom berib qo'ygandik. Mana bu o'sha menyu bo'lib qolgan. Xo'p. Endi biz header menyuni ikkalasiga hozir bir xil nom beraylik. Ustiga bosganda chiqishi kerak. Header menu. Header menu. List qo'ydik. Mana. Header menu listga ham lekin nima berib qo'yamiz bu yoqqa? Display now. Yo'q bo'lib turishi kerak bu yoqda. Bosilganda paydo bo'lishi kerak header menu list ham. Header menu list, header menu item, header menu link. Okay. Endi absolutely top 9 top 9 element space.
background color mana bu rangni beramiz. Nedir mini bormi? Text decoration'dan qizcha yoqiladi. Mana bularga list style'dan. Xo'p, mana bunga color white bo'lishi kerak. Ko'rinib turishi uchun. Ularga gap bersa orasini ochadi buni. Reflex relaxation column. Which 70%, 50%lik 50%. Height 100 Which 100% ham bo'ladi. Hozir to'g'ri. Padding ko'payroq biz. Faqat bu narsa qachon chiqishi kerak bizga bolalar? Hozir bizga vitsini nol qo'ysak, 100% bo'lmay, 80% bo'lmay. BTR'si hozir displey nima bo'lib tursin? Qachonki mana burger bosilganda shu chiqishi kerak, to'g'rimi? Bizlar shu chiqadigan narsani yasab oldik hozir. Shuning uchun biz mana bu burgerga nima qilishimiz kerak? Menu degan mana berib oldik. Konstanta menu document get element by id menu endi o'sha biza menyuni fidelitni bo'lganda click functions fullback functions bo'lganda nima bo'lsin? id list listi
Ustiga bitta bosdik, chiqdi, to'g'rimi? Endi savol ham bor, tabiiy savolmi? Tepaga chiqibdimi? Hozir bitta refresh beraman. Bitta bosam ustiga chiqadi. Chiqyapti, to'g'rimi? C sistemini to'g'irlash kerak. Displaydan display ding. Hop, ding. Bo'libdi. Gapirishyaptimi? Shunday gapirishmayaptimi? Gapirishmayaptimi? Orasini ochamiz. Margin bottom of this pixel. Header menu itemga margin bottom of this. Text legend sen. Bizda qanday ochilishi kerak? Mana ko'rinishga boshlaydi. Orqasi oq, o'zi qora, ranglari o'zgarishi kerak, to'g'rimi? Hop, width 100%. Background color'i mana bu rangga qo'yadi. Qo'yib qolamiz. Mana shu yerda mana bu yerda nima chiqishi kerak endi? X chiqishi kerak hozir. Hozir yes qilamiz. Buni chiqarib oldik. Linkni endi mana buni ozgina stillarni to'g'irlasak. Grafikni qilamiz. Font familiyasini olib kelmadik-ku biz. Fransues ekan bu. Fransuesdan olib kelish kerak. 9 bitani olib tashlasak o'zi ishlasa kerak. Fransues home about contact. To'g'rilab qo'yamiz. Qaysini? Home about contact. Home about us create your plan. Bitta bosamiz, chiqdi, to'g'rimi? Endi mana bu x paydo qilishimiz kerak. X qanaqa bo'ladi? X ham biz blokka olishimiz kerak. X ni hop, menyuni ichiga olib kelamiz.
Mana bu ikki hisob kelishimiz kerak hozir ko'ramiz. Buni joylashtirishimiz kerak. Shunday mayda-chuyda narsalar bor, shuncha responsi ozgina qiyin tuyulishi mumkin sizlarga. Lekin sizlar zo'r narsa bu. Menu X deymiz. Menu X bo'ladi. 120. Umid nima qilyapsiz? X bu yoqqa chiqib qoldi. X endi tepaga chiqarishimiz kerak, tepaga. X tepaga chiqarish uchun position bilan chiqarishimiz kerak buni. Menu X ozgina nimaga emas, nima desak bo'ladi. Close deylik shu narsani. Close yopish to'g'rimi? Bosganda yopiladi bu narsa. Sessizga boramiz. Ustiga bosamiz chiqadi. Position relative qilamiz. Position qaysiga berilganmi? Atlas position absolute, bu position relative. Mayli. Grafik qabul qilamiz. Nima beramiz? Botni beramiz. Bo'lmasa ham ularga. Son. Xo'p, chiqdimi? Tepaga chiqarib oldik. Endi nima bo'lishi kerak bizda? X bo'lsa qolish kerak. Hozir dahshat qilib ko'ramiz. Ey mashina. Qiziqarli bo'lish uchun chiroyli chiqadi narsa. Endi X bosganda qolish kerak, to'g'rimi? X olamiz. Biz X qanday olamiz? Bunga biz ID beramiz bunga. Biz bunga close beramiz endi. Close. Buni ham xuddi shunaqa olib qolamiz va mana bu yerdagi close bo'ladi. Close yopish. Endi biz alohida close deganiga nima beramiz? Sepya qilamiz bu yoqda alohida. Menu o'rniga close turadi. Close ustiga bosgan redefinasiya klik bo'lganda bitta funksiya ishlasin. Bu display none bo'lib qolsin. Bitta bosamiz chiqadi, bitta bosamiz yo'qoladi. Bu narsa yana ham chiroyli chiqish uchun, yana ham chiroyli holatlarda chiqishi uchun bunday qisqa holatlar chiqib bo'ladi. Misol uchun men display none bo'lsin demayman. Bosganda chiqadi. Hop, transition degan narsa bor. Music and tez paydo bo'ladi.
Nimani amalga keltiraman? Hech qolmadi. Nimaga bu yoqqa qochib sababi bosamiz chiqadi. Nimadir bo'lyapti-da. Sababini topishimiz kerak. Justify content center va qo'shimcha absolute position bitta. Xatolik positiondan bo'lyapti bular. Positionni to'g'rilab qo'ysa bo'ldi. Buni 370 yo'qoldi hozir. Xatolik yo'q. Surilmayapti sayerga. Lekin mana bu position relative berganimizga shu narsa buzilib qoldi. Mana. Bunga biz mana buni pul berib oldik. Qoldi. Boyagi muammosi. Position relative berganimizga shu narsa bo'ldi. Positionni shunday holatlari bor bolalar, sizlarga muammo keltirishi mumkin emasda, noto'g'ri ishlab qo'ysanglar. Bitta bosamiz yo'qoladi, bitta bosamiz paydo bo'ladi. Transition esa shu narsa sekin paydo bo'lib, sekin chiqadi. Mana buni orqasini white qo'yaylik-da, boshqa narsa qilaylik.
Bu yana hiç ko'rinmadi. Void qismida bilinmaydi. Display blokimiz bizni mana bunaqa qilsak ham bo'ladi shu narsani. Yana bitta variant bor. Wix'ni olamiz. O'sha listni stylini, width'ini deymiz. Necha foiz turadi? 100%mi? 100% qilib qo'ygan bo'lsak. Displayda xullas har xil yo'llari bor, ko'rasizlar. Shunaqa holatda qilinadi. Tushundingizmi? Mana. Xatosi yo'q, xatosini to'g'riladik. Qanday qilingan sayt? Yo'q, qilingan saytda qilib bo'lmaydi. Qilingan saytni qilish qiyin. Qarang, men sizga bugun ko'pisini qilib bermoqchiman. Ko'ra siz meni aldab, so'ldab ko'ramiz deb pul vaqtimni olib qo'ydingiz. Mana bu narsa nimasi qiziq endi? Bu kompyuter shunaqa ochiladi. Mobilda shunaqa sekin ochiladi. Masalan, endi mana shu veb-saytda telefondan ochsalar ham chiroyli ochiladi. Xayroq qismini qilamizmi, qilmaymizmi? Xayroq qismini ham qilaylik. Mana bu qismi. Qarang, mana shu qismni ham qilib qo'ysa, vaqtimiz hali 10 gacha vaqtimiz bor-ku, to'g'rimi? 10 minutda bo'laman bu narsani. Xayroq qismi. Header qismini qo'ldik, to'g'rimi? Hozir endi bizda xayroq qismi bor. Xayroq qismi, mana bu qism xayroq qismi deb ataladi, to'g'rimi? Mana bu. Katta joy. Xayroq qismi mana bu rasm background beriladi. Background image qilib. Responsive ham xuddi shunaqa. Endi ichida yana bitta xayroq wrapper bo'ladi. Nimaga? Buni ichida boyagi mana bu H1 bo'ladi. Bu xayroq title bo'lishi mumkin. Xayroq heading bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Yozamiz. Nima bo'ladi bu? Text bo'ladi bu. Xatni qo'yamiz. Va bitta R bo'ladi, link. Bu nima bo'ladi? Xayroq. Link bo'ladi bu.
Hop, CSSga boramiz. Endi mana responsni yana pastga tushamiz oxiriga. Mana bu yerga Fero yozamiz endi. Fero. CSS. Fero width 100%. Height 6 taxminan. Background image to'g'rimi? Background image URL. Bolalar rasm qo'yish bilasizlar-a? Orqasiga rasm qo'yish, background image qo'yish. Yo mana qanaqa qo'yishni bilasizmi? Rasmni olaman, bitmap ekan. Bu rasmni olamandagi nomini o'zgartirib qo'yaman. Bu Hero deb qo'yaman. Bo'ldi. Boramandagi background image URL nuqta slash chiqmadi. 2 nuqta, to'g'rimi? Ko'rsatyapti. Image hero .png. Background position center background nima qolib ketdi? Repeat, no repeat. Background size nimasi tushunasiz shu narsani? Xolasmi? Nima rasmni qo'ydik. Madrasa biz ko'payib ketgan bo'lsa 500 qo'ysalar mana sal kichikroq bo'ladi. Endi buni colorini agar oq qilib qo'ysanglar bolalar, bu ichidagi ma'lumotlar ko'rinadi mana. Bu aytsalar ko'rinmasa. Lekin bari ko'rasan uncha narsa emas, o'zini prosta olib qo'ysanglar bo'ldi. Ko'plar mana shu narsaga ancha qiynaldi lekin prosta rasm olib qo'yishga Hero title'da o'zini vitsi bor adashmasam 480 million. Hero textda shunaqa 445. 445. Nima qilyapsizlar? Mana. Hero link execution'dan background folder. Sabır yaxshisi sizga bersangiz keyin yaxshi bo'lsin. Va yaxshi. Nega?
qarang, buni responsi qanday bo'ladi endi? Mana to'g'rilaymiz. Xo'p, responsi qanday bo'ladi? Responsi bizga aytyapti, tabelga tushamiz. Bunaqa bo'lishi kerak edi, to'g'rimi? Endi buni qisqartirib ko'ramiz. Qisqartirib boramiz. Yaxshimi? Buzilmayapti. Table'da ozgina mana bu kichkina bo'ladi. Font size 48 bo'lar ekan. Hozir titledagi font size 72. Bolalar, bu narsani tabletini qilish uchun nima qilamiz? Media bo'ladi. Media deb yozib ketsalar bo'ladi. False ochib Maxfix 650 ta deylik. Mana bu o'zgaradi. Qarang, har bittasi o'zgaradi. Sayt bilan muxlislar har bittasi o'zgaradi. Qarang, mana bu ham o'zgaradi, bu ham o'zgaradi. Bizlar tepada Hero title berdik-ku. Hero title endi maqsaddan beramiz bu yoqda. Hero title demizda boshqadan stil beramiz. Ularni ustiga bossak, mana bu yerda o'zgaryapti. Bizning stili boshqacha o'zgaradi. Bu yerda font size 48, tepada necha? 72. Ko'rdingizmi? O'zgaryapti. 72 bu yerda 48. Line height 48, bu yerda boshqacha. Line height 72. Mana ozgina kichrayadi bu narsa. Hero title. Maxfix 650 ga borganda kichrayishi kerak. Mana kichraydi, to'g'rimi? Kichrayib qoldi. Vitsem qisqaradi endi. Mana kichraydimi? Kichraydi ozgina. Buni ham kichrayishi kerak edi, pastdagi tekst ham. Bu nima edi? Font size 15, bu barlov. Shunaqa o'zgardi. Bitsa o'zgaradi endi. Bitchagan. Mana bu rang o'zgardi. Rangi qanday rang ekan? Chiqmayapti.
O'zgardimi? Chiqarib qoldi. Masalan, tushib turar ekan bu tepalarni. Yurganim boshqacha keladi endi. Bo'ldimi? Mana. Ko'rsa, tablet versiyasi uchun biz hozir nimaga yozdik? Kod yozdik. Tablet. Coffee Market'ni tablet versiyasi. Endi buni mobilda qanday bo'ladi? Mobilda. Mobilda. Mobilda mana bunaqa ekan. Mobilda. Saidafzal, nima bo'ldi? Charchadingizmi? O'tirib charchadingizmi? Tika turingmi? 5 minut. Hop, mana bu tablet versiyasi tushundingizmi? Uzayadi, qisqaradi, qisqarib boradi mana. To'rt sakson o'zimizni 450 yozibdi. 450 buziladi. Endi bolalar mobil versiyasi borki, bu orqasidagi rasmni o'zgarib ketadi. Xeroni butunlay o'zgarib ketadi. Bu qanday bo'ladi? Nuqta xero bor-ku, bu hammasi o'zgarib ketadi. Background image o'zgarib ketadi endi. Bunga boshqa rasm olamiz, mana bu rasmni olamiz. Biladi u. Mobil bormi bu? Qarab turamiz. Zaps ketyapti hali. Endi background image bo'ladi, yana alohida. Bo'ylab olib qo'yamiz. Tepada xero qism qo'yamiz. Mana to'rtta qismda. Bunda width height o'zgaradi. Width uzunroq bo'ladi. Rasm boshqa rasm keladi endi. Qaysi rasm keladi? Mobil image keladi. 450 bo'ladi. Endi qarasangiz 450 bo'lganda mana rasm o'zgarib ketdi. Qarang, rasm o'zgaradi. Rasm o'zgaryapti? Ha, rasm qo'yishgan. Rasm o'zgardi. Endi bularni ham to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Endi yana bular ham o'zgaradi. Hero text, hero title hammasi o'zgaradi bular. Xo'p. Hozir bizning holatda normal turibdi. Hero wrapper o'zgarmaydi. Hero title o'zgaradi. Stili. Font size 40 bo'lib qoldi. Width necha qoldi? 170. Bular endi pixelizasiya qilinadi.
Mana bu. Xerotex mana bu. Xerotex ham o'zgaradi endi. Nasıl? Cho'zilib ketyapti-ku. Vits berib qo'yish kerak buni. Buni o'rtada turishi kerak. O'rtada. Marjinal o'rtaga kelgan nimaga? Display content. Center. Bu yoqqa ketib qolyapti. Display content center. Faqat mana buni muammosi bor-ku. Bunda marjin bor. Sizda bor. Xarobarab qilgan buni. Bo'ladimi? O'rtada. Shunday chiqishi kerak.